Chilonzor metroga yaqin joydan 2 xona, 1-etaj razdelniy uy qidirganlar uchun bugun ushbu ko'rib turgan uylarni birgalikda ko'rib chiqamiz sizlar bilan. Ko'rib turganlaring uyimizda zal qismi, uyimizda 2 xona, 3 xonaga o'zgartirilgan bo'lib, bu yerda oshxonamiz o'rnini bolalar xonasi qilishgan. Bu yerda esa balkon qismimizga oshxonani ko'chirishgan. Balkonimiz 1,5 ga 6. Uyimiz 4 qavatli binoni 1-qavatida joylashgan. 52 metr kvadratdan iborat. Bu glavniy eshikdan kirib kelish. Bu yerda kattalar yotoqxonasi, bu yerda zal qismiga o'tiladi va albatta razdelniy sanuzellari bilan. Bu yerda esa ota-onalar yotoqxonasi. Uyimizning mo'ljaliga keladigan bo'lsak, 17-kvartal Buchon universitetining orqasida joylashgan. Ushbu uyimiz uchun ko'rib turgan barcha mebel jihozlari bilan egalari 73.500 AQSh dollar baholashmoqda. Uyimizni naqd va ipoteka orqali xarid qilishingiz mumkin. Agarda kimgadir qiziq bo'lsa, opsiyadagi raqamlarga qo'ng'iroq qilishlaringiz mumkin.